Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan yosh ko'chatlarga beriladigan eng muhim oziqa haqida gaplashamiz va bu oziqani yosh ko'chatlarimizga tayinlab beramiz. Misol uchun sizlar ham xonagullarini urug'idan chiqazgan bo'lsanglar, xuddi mana shu xurmo palmasiga o'xshab, yoki xonagullarini qalamcha qilib ko'paytirgan bo'lsanglar, qalamchalar ozgincha kattaroq bo'lgandan keyin albatta shu oziqani beringlar. Yosh ko'chatlarda eng muhim narsa bu ildizini rivojlantirish. Ildizi zo'r rivojlangandan keyin tepa qismi ham zo'r o'sishni boshlaydi. Bugun bizga beradigan oziqamiz o'zi yosh ko'chatlar uchun birinchi oziqa hisoblanadi va bu oziqa ildizlarni zo'r o'stiradi, zo'r rivojlantiradi. Keyinchalik shuni hisobiga tepa qismi ham zo'r o'sishni boshlaydi. Do'stlar, bugun bizda Artifex Agrochem 1568-15 oziqasini ishlatamiz. Bu oziqaning tarkibida fosfor moddasi juda ham ko'p, 68%. O'zi har qanaqa o'simlikni ildizini rivojlantiradigan asosiy modda bu fosfor moddasi hisoblanadi. Va bu oziqaning tarkibiga biz yana bitta dorini qo'shib beramiz. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalimizga ham albatta obuna bo'linglar. Yentarna kislota ham har qanaqa o'simlik ildizini o'stiradigan, rivojlantiradigan, yangi ildizlar chiqazadigan zo'r stimulyator hisoblanadi. Bugun biz Artifex Agrochem 1568-15 ni yentarna kislota bilan birga beramiz. O'zi do'stlar, har qanaqa o'simlik ildizini rivojlantirmoqchi, o'stirmoqchi bo'lsanglar, qanaqadir fosforga boy oziqani yentarna kislota bilan birga beringlar, hech qachon adashmaysizlar. Har doim zo'r natija bo'ladi. Birinchi masalaga bu oziqalarni tayyorlab ishlatishni ko'rsatib beraman, keyin muhim joylar haqida yana qisqacha gaplashamiz. 1 litr suvga biz 1 gram 1568-15 solamiz va 0,3-0,5 gram yentarna kislota solamiz. Hozir men sizlarga tarozsiz bularni oson o'lchashni ko'rsatib beraman. Do'stlar, endi men sizlarga oziqalarni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib Artifex Agrochem tayyorlab olamiz. Mana bizda 1 litr iliq tindirilgan suv. Xonagullari uchun har doim tindirilgan suv ishlatinglar, vodoprovoddan to'g'ri suvni ishlatib bo'lmaydi. Tindirilgan suv, filtr suvi, yomg'ir suvi, qor suvi shularni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. 1 litr suvga biz 1 gram 1568-15 solamiz. Buni biz kichkina qoshiq yordamida bemalol o'lchab olsak bo'ladi. Qoshiqni uchida oladigan bo'lsanglar, shu xudo xolisa 1 gram bo'ladi. Men endi tajribadan buni ancha bilib olganman. Endi 2 yildan beri ishlataman. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana xudo xolisa shuncha solsanglar, hech qachon adashmaysizlar. Shu xudo xolisa 1 gram 2 gram bo'ladi. O'zi Artifex Agrochem 1-2 gram ishlatsanglar bo'ladi 1 litrga. Mana oziqani solamiz. Endi yentarna kislotani solamiz. Yentarna kislotaning me'yori 1 litr suvga 0,3-0,5 gram solsanglar yetadi. Hozir men sizlarga buni to'g'ri o'lchashni oson yo'lini ko'rsatib beraman. Oddiy mana pichoqni olasizlar, pichoqni uchini qo'llab olasizlar va shu uchiga yopishgan yuqi xudo xolisa 0,3-0,5 gram bo'ladi. Men har doim o'zim shunaqa o'lchab yuraman, xudo xolisa adashmayman. Do'stlar, o'zi oshxona tarozinglar bo'lsa, shu oshxona tarozida o'lchab olganinglar yaxshi. Kichkina oshxona tarozi bo'ladi, o'sha narsalarni o'lchaydigan. Agar shunaqa tarozi oladigan bo'lsanglar, oziqalarni o'lchash juda ham oson bo'ladi. Do'stlar, mana oziqamiz tayyor. Endi men sizlarga bu oziqani to'g'ri ishlatishni ko'rsatib beraman va mavzuning oxirida muhim joylar haqida qisqacha gaplashamiz. Agar sizlarda bu oziqa bo'lmasa, o'rniga nima ishlatish mumkinligini ham albatta aytaman. O'zi bu oziqani yentarna kislota bilan birga ishlatish shart emas, o'zini ishlatsanglar ham juda ham zo'r foyda bo'ladi. Do'stlar, o'zi hozirgi paytda xonagullar uchun eng zo'r oziqalardan biri bu albatta Artifex Agrochem oziqalari hisoblanadi. Artifex Agrochem oziqalari mana shunaqa 6 ta komplekt holatida chiqqan. Bu komplektda hamma vaziyatga yechim bor. Xonagullarni o'stirish, gullatish, barglarini yorqin qilish, chiroyli qilish, sog'lom qilish. O'zi xudo xolisa biz Telegram kanalimizda shu oziqalar haqida batafsil gaplashamiz, chunki obunachilarimiz xarid qiladi va mendan so'raydi, bunisi nimaga kerak, unisi nimaga kerak. Mana do'stlar, men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Telegram kanalimizga kiringlar, o'qib chiqinglar, hammasini tushunib olasizlar. Agar sizlar komplekt holatida olmoqchi bo'lsanglar, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar, buyurtma berasizlar va sizlarga yetkazib berishadi. Komplekti 140 ming, har birida 100 gramdan. Bu sizlarga anchaga yetadi. Juda ham barakali oziqalar. Agar donalab sotmoqchi bo'lsanglar, uzun marketga kirasizlar, olasizlar, har biri sizlarga 24 ming so'mdan tushadi. Menimcha juda ham arzon, chunki oziqalar juda ham barakali, sizlarga anchaga yetadi. Do'stlar, har qanaqa oziqani albatta nam tuproqga beringlar. Birinchi tuprog'ini namlab olinglar, keyin oziqa beringlar. Agar quruq tuproqga oziqa beradigan bo'lsanglar, ildizlari kuyishi mumkin. Asosan yosh ko'chatlarni, yosh ildizlarni ildizi juda ham tez kuyadi. Mana biz tuproqlarimizni namlab oldik, endi oziqani beramiz. Oziqani xuddi suv quygandek beraverasizlar.
oziqani ko'paytirib yuborishi iloji yo'q. Agar me'yorini ko'paytira olmasanglar, berib ko'paytirib yuborishi iloji yo'q. Mana xuddi suv quygandek quyaverasizlar. Do'stlar, bu oziqani har 10-15 kunda 3-4 marta bersanglar, xudo xolasa yosh ko'chatlaringlar juda ham tez rivojlanib ketadi. O'zingizlar ham natijasini ko'rasizlar. Xudo xolasa men sizlarga 10-15 kundan keyin bularning ildizi rivojlanganini ham albatta ko'rsatib beraman. Mana xuddi shunaqa qilib suv quygandek quyaverasizlar. Ko'p bermanglar. Oradan albatta 10-15 kun o'tish kerak keyingisini berish uchun. Har 5 kun, har 3 kun, har 7 kunda oziqa berish mumkin emas xonagullariga. Kamida orada 10 kun bo'lish kerak. Do'stlar, aytganimdek, bu oziqani yintarni kislotasiz ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi, o'zi ham juda zo'r natija beradi. Yintarni kislota bo'lsa qo'shinglar, bo'lmasa shart emas, qidirib o'tirmanglar. Endi oxirgi mavzu, bu oziqani o'rniga yosh ko'chatlar uchun yana qanaqa oziqalarni ishlatsa bo'ladi. Do'stlar, shunga o'xshash oziqalarni bemalol ishlataverasizlar. Eng asosiysi, oziqani tarkibida fosfor moddasi ko'p bo'lishi kerak. Shu o'rtadagi son ko'p bo'lishi kerak. Azot, kaliyga nisbatan fosfor moddasi ko'p bo'lsin. Misol uchun 13-40-13, 10-52-10, 10-40-10, 10-54-10 degan oziqalarni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Aytganimdek, eng asosiysi o'rtadagi son, ikkita chetdagi sondagi nisbatan ko'proq bo'lishi kerak. Mana men sizlarga ko'rsataman. Misol uchun mana 13-40-13 ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda 13% azot, 13% kaliy va 40% fosfor. Yoki do'stlar, mana fosfat kaliy ham ishlatsanglar ham bo'ladi. Faqat mana fosfat kaliyning aybi, bu yerda fosfor kaliydan boshqa moddalar bo'lmaydi. Azot bo'lmaydi, mikro moddalar bo'lmaydi.